Bu dard juda yomon, juda qattiq og'riydigan dardda. Boshdan o'tkargan odam biladi. Tushuntirib bo'lmaydi meni og'rig'ini umuman. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Uchoqli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'ridingiz? 20 yildan o'tdi. Boshlangan paytda yuzingizda qanaqa og'riq bo'lgan? Birinchi og'rigan payt. Birinchi og'riq tish og'riganday bo'lib boshlangan. Tishlarimni oldirganman, hammasini bir taraf, chap tarafda. Keyin asta-asta zo'rayib, kuchayib, keyin shu nevralgiyaligini bilganman, uchoqli nerv nevralgiyasi. Toshkentga kelganman, Bilakada shunaqa narsalar qilganman. 2022 ning oxiriga boshimdan qulog'imning orqasidan operatsiya qildim. 1 yillar yaxshi yurdim, yana kuchaydi shu yil ro'zani oxiriga. Juda kuchli og'riq bo'ldi. Shunda mana Chinobod Fayzda internetdan ko'rib, Xurshid aka bilan gaplashib, keldim, yarim soat, 1 soatga qutuldim og'riqlardan. Zo'r og'riq yo'q. Hammasi yaxshi. O'zingizga o'xshagan shu dard bilan og'rib yurgan hamyurtlarimizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana shu yerga kelish kerak. Bu dard juda yomon, juda qattiq og'riydigan dardda. Boshdan o'tkargan odam biladi. Tushuntirib bo'lmaydi meni og'rig'ini umuman. Mana shu yerga kelish kerak. Chinobod Fayz klinikasi. Og'riqdan qutuladi odam bir umrga. Davolansa agar yaxshi bo'lsa, siz yaxshi bo'lib ketardingiz shuncha vaqt. Shunday, 20 yildan o'tdi yaxshi bilan ko'rinmagan joyim qolmaganman. Tabibga ham qolmagan, doktorga ham hamma joyga borganman. Vaqtincha 10 kun, 15 kun bo'laydi. Operatsiyasi ham yengil. Quloqning orqasini ochganga juda azob tortganman. Bu yengilgina o'tay ekan. 2 marta, 3 marta sal og'riq bo'lar ekan, bo'ldi, shu bilan o'tay ekan operatsiya. Narkoz yo'q. O'zingiz tushingizga bo'lib turasiz. Juda oson, yengil o'tadi. Maslahatim shu yerga kelish kerak, shu yerga qildirish kerak shu operatsiya.